Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook'dagi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarim, hammalarninki mushu vaqti va buningdan keyingi vaqti xayrli bo'lsin. Men İstanbul'daki do'stinglar, qarindishinglar Abdul Aziz Beshto'g'roq. Gerçi ba'zilar meni yaxshi ko'rmagan qarindoshlarimiz bor. Lekin hech kim o'zini majburiy yaxshi ko'rsatmaydi. Buningdan bizningki xalq bizni yaxshi ko'rgan deb xalqning yaxshi ko'rish uchun ish qilmaymiz. Alloh subhanahu taolo bizni yaxshi ko'rsa shu yetarlik. Men hozir Doktor Erkin Sidiq akimizning 6-kitobi, Tor kitobi ninki kirib so'zi to'g'riliq so'zlamoqchi edim. Asli Tor kitobininki qo'lamdagisi bu Erkin Sidiq yozmalari 2-Tor kitob. G'arb ma'rifidagi yangilik va ilg'orliklar degan kitobni chiqarganlik. Men buni mandaq g'arb ma'rifidagi yangilik va ilg'orliklar deb yon tarafdan ko'ra olasizlar. Undagi muqovasini biroz taraqqiy qildirib, oxir tarafiga 5 tane Tor kitobininki mushuni chiqargan chog'da ma kitobni bosib chiqargan chog'da 5 tane Tor kitob bordi. 4 tanesini oxir tarafga manda kitoblarim bor deb ularni besib qilib qo'ygandim. Bu qo'lamda ko'rdiğinizlar bu balingizga to'g'ri kuyna degan bir kitob. Bu shu Erkin Sidiq akimizning tunji Erkin Sidiq yozmalari Tor kitob 1-qism degan kitobninki muqovasi. Bunimi biz digital baskı deb qo'ydik, raqamlik basmada besib taqdivatimiz inshaalloh talab qilganlar bo'lsa dunyoning har qanday yeriga ivetib beralaymiz. Hozir kimga chiqqan 5 qism kitobini agar hammasini biroqla setib olsanglar 130 lira, agar birdan setib olamiz desanglar 140 liraga to'g'ri keladi ekan parcha baholari. Shunday qilib 5 kitobini texi o'qimay texi o'qib bir rasmiy foydalanib bo'lmay turib hozir 6-kitobi chiqdi. 6-kitobi nimishqa degan chog'da 6-kitobi dinimizga aloqador, ilm-fanga aloqador bir kitob. Shuningdek bu kitobni asliman bugun vaqt chiqarib shuni bostirib qo'limda tutib turib men 6-kitobim mau demoqchidim. Anda qilib bo'lmadim. Biroz aldirashib qoldik. Uning ustiga Ramazonda qilayotgan programlarimiz botdi. Masalan, aslima kitobni islom nima degan mono kitobni so'zlab tugatmoqchi edik. Buningdan yana 2-3 darslik dars qilib qoldi. Uningdan keyin bu tugamay bizning Ramazonmo kirdi. Bu Qur'oni Karim va izohliq tarjimasi degan mono kitobni birlikda o'rganishni boshlagan to'q. Bugun 20 betni planlagan to'q etdigan 3 bet o'qibdimiz. Tushdan keyin 4-betdan 11-betga aran keldik. Ondan keyin yana inshaalloh bugun yana bir 8 bet o'qisak, ondan keyin bugungi plan tugaydi. Shunda bo'lsa biz Erkin Sidiq akimizningki asarlari beşimizning toji. Shunlashqa Erkin Sidiq akimizga vaqt ajratmasak bo'lmaydi, qadrli qarindoshlar. Endi Erkin Sidiq akimiz men tushungan ko'rdim buni. Bu beg'ishlimada kimga beg'ishlaganini deb mana qarab boqay deb qarasam, yani aslida shu bu beg'ishligimga qarash maqsadim yo'qdi. Buni besib chiqarib kirish so'zini men bir o'qib o'tay degan niyatda yanimga olib kelgandim, bostirib ishxonamda. Bu yani beg'ishlimga qarasanglar, beg'ishlimada mana deb bor. Beg'ishlima bu kitobni qadrli inilarim fidokor bilan nurg'un qarindoshlarimiz yaxshi ko'rmaydigan Abdul Aziz Beshto'g'roqqa beg'ishlayman debdi. Erkin Sidiq 2017 yılı 25 may
Asli Erkin akam mening ismimni bu yerga olmasimi bulut de. Çünkü Erkin akam mishagi mening ismimni ep qo'yganligi tufaylidan nurg'unlagan til ahanetga yoki bo'lmasa ba'zi shikoyatlarga uchrab qilishi aniq. Şunlaşqa lekin endi Erkin akamning o'zguchlik bir narsani o'lchaydigan, kesadigan, tafakkur qiladigan o'zguchlik bir yo'li bor. Şunlaşqa xalqningki nima deb ketishidan qat'iy nazar Erkin akamning onunga berilgan javobi o'xshash. Şunlaşqa men Erkin akamning bu qadar jasorat qilib mening ismimni bu yerga yozib qo'yganligiga bek nüxme ketmeyme, qattiq deşlemge uçurab ketip, ümitsizlenip ketip, bu Erkin akam men bilan munosabatni uzib o'tamo degan bir qo'rqinjam yo'q, inshaalloh, undan bo'lib ketmaydi. Lekin Erkin akam mening dadam sifatlik bir odam. Alloh sizdan rozi bo'lsin, Erkin aka. Bu kitobni bu ishimizga, ikki qarindishimizga bag'ishlabsiz. Bunun biri men, yeni birini mavhum, yani pidakar deb biludi, hakikaten pidakar qarindishimiz. Allah pidakar qarindishimizdan rozi bo'lsin. Bo'libmi sizdan texmi bekroq rozi bo'lib ketsin. Anda olsa men mikrofonni bir taqib etib, undan keyin qo'limda qog'ozni tutib turib o'qimasam bo'lmaydi. Shunga menga ijozat beringlar, qadrli qarindoshlar. Mikrofon yo'q chog'ida mening shunda ovozim biroz sizlarga nimaroq ko'rinishi mumkin, eshitilishi mumkin. Yani mikrofon bu bir qimmatli narsa emasdi, 15 liraga oldik. Texnik müsbetliroq mikrofonni etqo'g'ich. Shuning bilan idora qilib turamiz hamda amal yo'q. İnşallah mikrofonimiz bo'ladi. Özümüzün stüdyosun buludu. İnşallah Allah bizge yardım kılıdı. Onunla işinimiz. Milletinin takdirini yaxşılaşta öz üzüge tayiniş, hal kılgıçlık rol oynaydı. Abdur'un kiriş sözü. Men 2014 yılı 2. aydan 2016 yılı 5. aygacha İslam diniga ait hukumlarni asosiy mazmun qilgan yoki islom diniga ait hukumlarni o'z ichiga olgan 45 parchadek yozma tayyorlab, ularni vatandagi to'rlarda e'lon qildim. U yozmalar asosiy jihatdan dinimiz haqidagi bir qism muhim hukumlarni oydinlashtirib olish hamda Uyg'urlar hozir duch kelgan bir qism muhim savollarga javob tepish yuzasidan tayyorlangan. Men o maqolalarni vaqt tartibi bo'yicha 3 guruhga bo'lgan bo'lib, mazkur kitobga kirgizilgani ana shundoq maqolalarning 3-guruhidan iborat. Men o'zimning nima uchun dinimiz ustida izlanib, bir qism diniy masalalar ustida qalam tavritib qolganligim haqida o'zimning tor kitobining 4-qismi din haqidagi tor kitobimning 1-bölümünün kirish so'zida yetarlik darajada to'xtaldim. Shunlashqa bu yerda u mazmunlarni qayta takrorlamayman. Men din haqidagi 1-kitobimda mundaq dedim. Ma'lum bir xil nachar ahvol ostida qolgan xalq o'zi tortayotgan azob uqubatdan qutulishga mundaq 3 manbadan yordam istaydi. Birinci Allah, ikinci boshqalar, üçüncü o'zi. Hem de üzümnün buyurulgan yardım ve tirişçanlık Bedri uruşudun oyluğallarım degen makalesi de Allah'ın yardımını kolu keltiriş üçün qandaq şartlarını urunlaş zürür işkeldeki hakkıdaki öz köz qaraşlarımını bayan kılıp öttüm. Köpünçü okurmenler bir millet öz takdirini belgileşte onun öz küçüğü tayinişi en muhim rol oynaydıqallıqını bilid. Amma özümnün düşüncəsizcə neçə əsrinin mabeynində bizning xalqimiz içində Allah'tan şərtsiz keladigan yardım bilan boshqalardan keladigan yardım haqqida har xil xato tushuncha
ve quruq ümitli bulup kelgen kişilerinin sanımı ancha az bo'lmadi. Uyg'urlar duch kelgan xavflik taqdirni o'zgartishga umidini uzdun emas, boshqalardan kutayotganlar ezilgan millat. Bir adasiz kutayotganlar hozirmi az emas. Texi yaqinda mendan chet eldagi bir qancha ufqlar xalqaro sistemada bir ezilgan millat, bir adolatsizlikka uchrayotgan millatga yordam qiladigan o'rinlar bormi deganga yaqin savollarni so'radi. Amaliyotda bo'lsa bir millatning taqdirini yaxshilashda o'z-o'ziga tayinish hal qilg'uch rol o'ynaydi. Oxirgi hisobda yanala o'z-o'ziga tayanmasa bo'lmaydi. Agar bir millatga yordam qilish, yordam qilg'uvchi yana bir millatning manfaatiga uyg'un kelmaydi ekan, yoki yordam qilg'uvchi millatga belgilik foyda elib kelmaydi ekan, o millatga foyda elib kelmaydi ekan, o millat yordamga erishguchi millatga hargizmo ko'rinarlik darajada amaliy qiymati bor yordamlarni qilmaydi. Yani xalqaro sistemidagi o'zaro yordam berib al tertibi yoki berib al munosabati bo'yicha bo'ladi. Siz oldi bilan boshqalarga berib, andin ulardan olasiz. Agar sizda boshqalarga bergudek bir narsa bo'lmasa, boshqalardanmi ololmaysiz. Buning tipik misoli qilib kurdlarni va bir qism afrikaliklarni tilga olish mumkin. Amerikalik doktor ve profesör John Mearsheimer xalqaro siyosat sohasida dunyoga tanilgan bir mutaxassis bo'lib, dunyodagi ishlarning qanday bo'lganligi haqida tuvandagi 5 xil farazni o'ttirga qo'ygan. Birinchi, o'xshamagan ellar xalqaro siyosida muhim rol oladigan o'xshamagan artistlarga o'xshash bo'lib, aşı ellerden yuqori o'rinda turadigan boshqa bir nupuzluq narsa mavjud emas. Xalqaroliq munosabat sohasida biz buni radsizlik, anarşi deb ataymiz. Bu martaba tuzumi hiyerarxiyaning aksini bildirdi. Har xil davlatlar ustida turadigan bir yuqori darajalik huquq organi mavjud emas deganni bildirdi. O'xshamagan eller bir bilyard ustulidagi sharsimon to'plarga o'xshash bo'lib, ularning cho'ngligi o'zaro o'xshamaydi. Ammo huquq jihatda hammasi barobar o'rinda bo'lib, ulardan ustun turadigan bir texnik monopozliq narsa yo'q. Ikkinchi, hamma eller ma'lum darajadagi boshqalarga hujum qilish harbiy qobiliyatlariga ega bo'ladi. Bunday qobiliyatlar sohasida o'xshamagan eller bir-biridan farq qiladigan bo'lib, bu cihatte hazır Amerika başka barlıq ellerden güçlük. İsrail'e okşaş ellerinin nait güçlük hücum kılış hərbi kabiliyeti var. Ama Yordaniya, Şivisiye ve Belgiya katarlık eller bu cihette bir kadar aciz. Üçüncü, xalqaro münasibette niyet ve kabiliyetten ibaret iki nersi bağ bulup. Niyet hakkındaki ahval bundaq buludu. Hiç qandaq bir devlet başka devletlerinin niyetlerini iniq bilinmeydi. Niyetini başqaş intayin ters. Çünkü niyet kişilerin kallasını mevcut bulup durduğun bulup, siz onu körelmeysiz ya ki onu ölçüyelmeysiz. Mesela Soğuk Uruş jarayonida Amerika Sovyetning tehdidini to'g'ri mo'ljalashga intayin ko'p vaqt ve energiya sarf qildi. Amerika Sovyetning qanday qobiliyati borligini ancha qiynalmayla bilib oldi. Ularning har bir xil harbiy qurolining qanchasi borligini osonla sanab chiqdi. Bundaq moddiy qobiliyatlarni ko'gili bo'ladi, bilgili bo'ladi va sanig'ili bo'ladi. Ammo Sovyetning niyatini bilish Amerika uchun intayin taski to'xtadi. Sovyetning niyatini mo'ljallashda Amerika hukumatidagi amaldorlar orasida nayeti çoğun ixtilafla yüz berdi. Qısqası bir devlet yeni bir devletinin niyetini doğru bilinmeydi. Dördüncü, devletlerinin tüp nişanı özlerini saklap qilish. Eğer bir devlet özünü saklap kalalmaydikken o başka nişanlarını qoğuluşup
mağalmaydı. Devletlerinin hemmisi rasyonallık bilen oylap ve stratejilik hisaplap iş kılıdığan artistlar bulup hesaplanıdı. Devletler özlerini saklap kalışkı kapalet kılıdığan aqlane stratejilerini oylap çıkışqa qadir kelidi. Doktor John Mearsheimer'nin qarışıca dünyadaki eller yuqoridagi 5 parazning birikmesi asası tüvendeki 3 xil iş hareketler bilen şug'ullanadi. Birinci, xalqaro sistemidagi o'xshamagan eller bir-biridan endişe qiladi. Bu asasen kuchli ellarga qaratilgan. Onun mundaq ikki sababi var. Birinchi, sizning qo'shning'iz nihoyat kuchli hujum qilish qobiliyatiga ega bo'lishi hamda ko'nglida bir yomon niyatni saqlayotgan bo'lishi mumkin. Agar siz bir 1900-yillari mavjud bo'lib turgan Yevropa davlatlarining biri bo'lgan bo'lsangiz, Germaniyaning bir Jahongir yoki natsist Germaniyaga o'zgarib qolishidan ansirgan bo'lardingiz. Ikkinchi, agar siz Amerikada bo'lib biror jiddiy ahvolga duch kelib qolsangiz, 911 numaraga telefon qilib, darhol qutqizib olinish imkoniyatiga ega bo'la olasiz. Ammo xalqaro sistemada agar siz 911 ga telefon qilsangiz, telefonning qarshi tarafida sizga hech kim javob bermaydi. Sizni qutuldirib oladigan hech qanday o'rin chiqmaydi. Hamma eller barabar bo'lib, nopuzda barliq ellerden üstün turadigan birer organ mevcut emas. İkinci, özü yülaydi. Barliq devletler ciddi ahvalda özleriga yordam qiladigan, özlerini qutqizib oladigan başka bir devlet yoki o'rinning mevcut emasligini nihoyat tezla bayqab, özünü qutuldirish, o'ziga o'zi yordam qilish yo'liga mangadi. Üçüncü, xalqaro sistemada özünü saqlab qolishning eng yaxshi usuli özünü eng yuqori darajada kuchlantirish. Amerikada akşamı karavatga chiqib uxlashdan burun Kanada ve Meksika'nın hujumidan ansiraydigan birer adam yok. Sebebi Amerika nihoyat kuchli bo'lib, hech kim onun hujum qilishga petinolmaydi. Amerika'nın şimali ve janubiy tarafida aciz devletler var. Şarkı ve janubiy tarafida bo'lsa beliqlar var. Bu bir hamma adam arzu qiladigan strategik g'oyaviy ahvoldir. Qisqasi, özünü saqlab qolishning eng yaxshi usuli bir cho'ng ve kuchlik devlet bo'lish. Doktor John Mearsheimer o'ttirib qo'ygan nazariya mushu yerda oxirlashdi. Yani bunu YouTube adresini biripto aşağıdan körep alsanglarmı bo'ladigan. Men xuddi özümning din haqidagi ikinci kitabı, tor kitap 5. qism ning kirish so'z qismida o'ttirib qo'yganimdek, hozir Uyg'urlarning oldidagi eng muhim vazifa o'zini saqlab qilish. Bu vazifani o'rinlashga unumli to'pi qo'shish uchun chet eldagi Uyg'urlar qanday ishlarni qilish kerak? Meningcha qilishga tegishli birinchi muhim ish siyasetçi, dinçi, pençi ve başkıçı qatarlıqlarning hemmesini taşlap, hemme vatandaşlar, Uygurlar degenden ibaret birli bayraqning ostiga toplanışı, yani hemme Uygurlar bir tal uyul taşdak qattiq ittifaqlashish kerak. Andın özlerinin barlığını atab, hemme imkaniyetlerden to'liq foydalanib, en zor derecede tirişçilik ko'rsatib, şu arqali özlerini en yuqori derecede güçlendirişi kerak. Başkalarının bizge istaşlık ko'rsatishi xuddi bovoq balaning og'ziga quruq emizak selib qo'yganga o'xshash bir ish bo'lib, o hech qanday amaliy masalani hal qilib berolmaydi. Bu nokta Doktor Mearsheimer'ning yuqoridagi nazariyasi bilan o'xshash. Özünü güçlendirish deganlik oliy maktabda o'qib baqmaganlar bakalavurlikda o'qish, bakalavur unvoni barlar magistrlik unvoni uchun o'qish, magistrlik unvoni barlar doktorlikda o'qish, ma'lum bir kasbda oliy maktab bitirganlar cho'qim o'zining kasbiy qobiliyat va
kasbiy bilimlerini to'liq ishga sola oladigan bir o'rindan xizmat tepish, o'zi yashayotgan elning jamiyatida imkon qadar yuqori o'ringa erishish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bir kitobning kirish so'zi mazkur masala ustida yetarli mazmun bayon qilib bo'ladigan o'rin emas bo'lib, men millat uchun nima ish qilib bera olayman degan masala ustida o'ylanayotgan har bir vatandoshdan o'zini kuchlantirish haqida qaytadan bir qatim qattiq o'ylanib beqishini hamda darhol amaliy ish harakatga o'tishini umid qilaman. 2015-yili Yalqın Ruzi Efendi'nin 20. asırdaki birden bir feylasop Abdüşkür Muhammed İmin degan temidagi bir parça makalesi Ürümçi Gazeti ve Misra'nın munbirida e'lon qilingandan keyin Uyghur diyarındaki bir kısım ziyali ve bir kısım tordaşlar arasında güçlük bes münazara elip berdi. Men işning yomon tarafga taraqqiy qilib ketishini to'sishga bir az foydasi bo'lsin uchun ashu munoziraga qarata 3 parcha inkas yozdim. Bu qatim ashu inkas xarakterlik yozmalarimni bir tor kitob shaklida saqlab qo'yish uchun ularni mazkur kitobga kirgizib qo'ydim. Yalqın Ruzi Efendi'nin 20. asırdaki birden bir feylasop Abdüşkür Muhammed İmin degan makalesini bo'lsa Feylasop münaziresi hakkında o'ylaganlarim degan yazmamning oxiriga kirgizib qo'ydim. Abdüveli Ayub inimiz 2015-yillari Misr qatorliq bir qancha arab ellariga berib, u yerdagi Uyg'ur vatandoshlar bilan uchrashib, u yerning ahvollarini egallab keldi. Ondan o'z ta'sirotlarini maqola qilib yozib turlarda e'lon qildi. Onundan keyin vatan ishchi va sirtidagi bir qism vatandoshlarmo Abdüveli Ayub inimizning maqolalari haqida bas munozara elib borgan bo'lib, men mushu haqdamo o'zimning o'ylaganlarini 2 parcha inkas qilib yozib, uni Uyg'urcha torlarga chiqarib qo'ygan edim. Bir tor kitob shaklida saqlab qo'yish uchun bu qatim ashu inkas xarakterlik yozmalarimni mazkur kitobga kirgizib qo'ydim. Men tayyorlagan din haqidagi yozmalarda nima uchun musulmonlar orqada qolganligi, islom bilan ilm-fanning munosabati hamda musulmonlar bundan keyin qudrat tepish uchun qanday qilish kerakligi haqida bir qism mazmunlar bor. O'qirmanlarga tanishib bo'lgan Pokistonlik fizika olimi, Nobel mukofoti sohibi doktor Muhammad Abdusalomning yuqoridagi masalalar ustida to'xtalgan bir nutqi bor bo'lib, men uni mazkur kitobga kirgizib qo'ydim. Texi o'qib boqmagan vatandoshlarga uni bir qatim o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Oldingi 12 kitob bilan o'xshash mazkur kitobga kirgizilgan maqolalarni qadrli inim fidokor to'rga chiqarishdan burun tahrirlab berdi. Bu qatim ularni qayta bir qatim ko'zdan ko'chirib kitob uchun tayyor qildi va kitobning to'r kitob hujjatini bir qo'lliq tayyorlab chiqdi. Yana bir qadrlik inim Abdulaziz Bashto'g'roq bo'lsa, mening 7 dona bosma kitoblarimning muqovasini tayyor qilish, kitoblarni bostirish va ularni tarqitish ishlarining hammasini o'z ustiga olib qildi. Hozir ash kitoblarni dunyoning har qaysi joylariga tarqitish ishini davomli holda bir qo'lliq qilib beryotdi. Men bu 2 nafar qadrlik inlarimga chin ko'nglimdan köptün köp rahmet eytimen. Ahirde men bu kitapni qadrlik inlerim fidokor bilan Abdulaziz Bashto'g'roqqa beg'ishlayman. Erkin Sidiq, Amerika Kaliforniya shtati, Los Angeles shahri. 2017-yili 25-may. Demek qadrli qarindoshlar, ustozlar kitoblarni yozib o'tadi. Nurg'ullarimiz o ustozlarningki qadr qimmatini qilib kitoblarini elib o'qiyapmiz. Ya'ni nurg'ullarimiz onu o'qimanglar, o kitoblarni o'qisanglar zaharlanisizlar deb vaqirab jaqirab boshqalarni o'qishni yoki qo'lida o kitobni olgan bo'lsa, darhol tashlab etishni, bo'lmasa o kitoblarning o odamlarni zaharlab beqandoq qilganligini, o'zininglar deb berganlarini anglashini,
başqalarının kitabını okumaslıqını yoki bo'lmasa aş özleri qaysi kitapni o'qigan bo'lsa aş adamning kitabini o'qinglar, başqalarının kitabini o'qimanglar deb atadi. Demek sen üzerinin şagidiga yoki üzerinin o'quvchilariga, talabelariga sen qanday kitap o'qisan o'qi, tushunib o'qi, birisininki kitap o'qigan chaqda tutilgan manda bir o'lchimi bo'lsin degan o'lchamni beramagandikin, onu beramaysizda. Çünkü sizning bu anda bir o'lchamingiz yo'q. Shunda o'g'ashqa ularning shu kitaplarni yoki yozuvchilarni yoki bo'lmasa boshqa meni qarab bakinglar. Bu kitapni Enes Hacikimiz 10 yildan 14 yil vaqt sarf qilib besib chiqdi. Yani 10 ming dollardan ortiq pul sarf qilib buni bastırıp çıktı, yazıp çıktı, bastırıp çıktı. Yani buna okuyduğanga yine çok bir kardeşimiz katli tereddüt kılmay işine başlattı. Başkalar onun beşini ağıtıp okumaya dep müjde kılırlar. Sizin nemi işiniz hem de çok hakkın erkinliğini boğup bir Kur'an'ın tercümesini okuyan bir insanı mı aşı dereceye ekilvetken bolsunuz hem de sizning bilan Xitoy Kommunist Partiyasining hech qanday bir farqi yo'q. Xitoy nima deydi? Xitoy Kommunist Partiyasimi meningkinnam angla, mening ideyamlar to'g'ri, mendan boshqa ideya hammasi xato, halak bo'lsin boshqalar, o'lsin, yo'qolsin deydi. Faşistik bir ideya. Onlaşqa sizning kallangizdek echilmabdi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah deganni abdan okup bakın kardeşim. Onun tigini tehe abdan düşünüp bakın. Kalkışaştan vacit yok. Başka okumasa biz okuyumuz. Erkin Sıdık akımızınki kitabının mundericisi mandaki. Abdur'un kiriş sözü onunki nimişka Müslümanlar arkada kaldı. Sual. Til tumar, tilsim ve bişaret. İlim pen ve din, medeniyet, İslam ve bid'at. İslam ziyalılığı hakkında kayta oylanış. Toğulma Müslümanlar duş keladigan 4 çoğun kıyınçılık hakkında. 4 çoğun kıyınçılıkını yeniş usulü. Tüzütüşki tigişlik bir qancha işlar, akıl paraset bilen iş qilishning zürürlüki hakkında. Dinimizni qiyinlashtirib etgan dal özümüz. Feylasop münaziresi hakkında o'ylaganlarim. Bunundan keyin qanday qilish kerak? Zulfiqar efendigi taklif Abduveli Ayub maqolari ustidagi münazir hakkında o'ylaganlarim. Abduveli Ayubga oid yozmamga to'liqlama. Nobel mukofoti sahibi Doktor Muhammed Abdusalamning nutqi, tushgan inkas ve kelgen xatlardan tanlanmalar. Mana Doktor Abdusalamning nutqi 159 bet ekan, yani demek ki 8 bet kelgan A4 qog'ozda. Mo'shu maqolani qaytadan o'qib chiqqanlar qadarli qarindoshlar. Buni men kichik vaqt oliy maktabki vaqtimda o'qigan dadam bu kitobni olib ekan. Belkim şu Rişat Abbas akimizning dadisi, Doktor Rişat Abbasning, Roşangul Abbasning Burhan Abbas akimiz chiqargan kitoblarning birisi bo'lishi mumkin. Burhan Abbas akimiz Doktor Abdusalam bilan ko'rishib ekan. Belkim şu chaqda tavsiya qilgan bir maqolasi bo'lishi mumkin bu. Shunlashqa bu maqola intayin muhim. O'qib beqinglar qadrli qarindoshlar. Demek Erkinkam 6. kitabını Ramazan münasebeti bilen bu dinge ait bo'lg'ashqa 6. Tor kitabını bizge beg'ishlabdi. Bu kitapni qadrli inlerim pidakar bilen Abdülaziz 5 to'g'riga beg'ishlayman debdi. Allah senden razı olsun Erkinka. Sizge o'xshash qalam tavritayotgan olimlarimiz meyli dini sahada olsun, meyli başka sahada olsun, milletni o'ylayotgan xalqimizga bir narsa, bir gül deste sunaydavatgan nurg'un akalarimiz var, nurg'un qarindoshlarimiz var. Lekin hammanglarning yuragi sizlarga o'xshash emas.
haq nima deb qala deydigan, butini chaqamagan nini inson bor, lekin qo'liga qalamni iliqliq, yeziqliq chiqaramay qolgan bo'lishi mumkin. Balkim bizdinmi, sizlardinmi aktiv isil ishlarni qilayotgan bo'lishi mumkin. İnşallah elbette ulardan çıkıp sizlardinmi eshib ketishini, qalbidagi shu butlarni chiqib, inşallah boshqalar nima deb qala demasdan Allah nima deydigan yigitlarimizni oshirib bergay. Bu yigitlarning birisi siz, yana birisi alim Enes, alim akimiz Enes hacimninki Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesi. İnşallah bugün bu kitapninki eşip kalgan 8 beti var. Bugünkü planda onu okuyumuz. Onu başlaştım burun. Kaderli kırındaşlar, kulağımdaki bu İslam nime? Siz Kur'an'dan bu soğanı sorap baktınız mı? İslam nime? Siz mollunuzdan yakumasa məlum bir fıqhi nimeden yakumasa məlum mezhepten yaki Şia, Sünni, yaki Ehli Sünni vel Cema'a yakumasa başka birisinden emez, yaki Doktor Karzavi'den yaki başka birisinden emez. Kur'an'dan bu sualını sorap baktınız mı? Der İslam nime diyen kitap bu. Şuna bu kitap ne? Yine 2-3 ders kılımız. Şunun olan tügeydim. İnşallah kitapın 2000 tane bastırdık. Setivatımız, tahtıvatımız halıqallah setivasa buludu. Erkezlik akımızdaki başka tor kitaplarım var. Bunu mu biz besip çıkarıp yollap verimiz. Bu kitapını başka kitapxanalarımız sep koydak. Şu kitapxanı setivasanlar buludu. Kitapxandaki kıyırındaşlarımız üzümüz biz bastırıp asakın bulamdı depti. Buldu. Erkinken bu kitaplarını şu üzü bastırıp ya olmasa bastırışkı imkaniyeti olmaganlar torda oqamızki dep müşündek kılgan dedik. Onundan başka 7000 tane kitap bastık Erkinlik akımızdan. O kitaplarını mı halıqallah neşir kılıp bastırıp satsanlar buludu. O bizlam satımız degan gep yok. Onun imkanı olmasa bizden temin kısanlar, bizden talep kısanlar biz ivetip bersek buludu. Nimedi ki Germaniyadaki ballar hazır kemgisi çıkargan 5 kısım kitapninki kitaptın birkaç yüz to, birkaç yüz yürüyüş buluşu mümkün. Osmanca Mehmet kardeşimizden setivasanlar buludu. Allah hemmelerinin şu vakti bunun denginki vakti Ramazan eyininki texim xuşallık ötüşünü tileyimiz. Erkin Sıdık akımızga ve pidakar kardeşimga bu yerden Çin yürükümden salam yollayma. Sizler ikinla bu işini rüyapka çıkardınlar. Biz fakat bununla sebep olduk. Qoğan şirketimiz şu işler bilen birge neşriyat sahasıga kirip dağdam algı ilgirlep otudu. Dünyanın her qaysı yerleri qarindaşlarımız bizni qo'llab otudu. Yangi çıkan yazılgan kitaplarımı bizga kelib otudu. İnşallah biz bu hizmetni iqtidorga yetkizib qilishga tirishimiz. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.